Hammaga assalomu alaykum. Gem editor, avtoproguzi editor programmamiz o'tgan safar ko'rsatuvdim MP60 uchun. Yana bir marta qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Benzin tomonini o'zgartirish mumkin bo'ladi. Gaz tomon -40. Ya'ni temperatura vozdухga -40 ga o'tganda necha gradus rangli bo'lsin degan buyruq beriladi. 120 ga o'tsa necha gradus degan buyruq. Xo'p, mana endi bu tomonda aktivga vozdухlarga programma qilingandan keyin, ikkinchi rejim yoqilgandan keyin aktivga beradi. Datchik vozdux, buni o'chiramiz. Ikkinchisi Euro 0, o'tgan safar ko'pchilik tushunmabdi. Mana datchik kislorod birinchi va ikkinchi bo'yicha berilgan aktivkalarni o'chirib beradi, ya'ni Euro 0 qilib beradi proshkani. Bunisi 0601, 0661, 0660 keyin 2009, 2010 Vigis va EVAPdagi ashibkalarni o'chirib beradi. Xo'p, tahlil qilsak, mana bu yerga mana birinchisi mana bu значениялari bilan tahlil qilib beradi. 80 15, ya'ni benzin tomon 80 ga -40 10 gradusga rangli, 120 5 gradusga rangli bo'ldi. Hozir bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Tuning bilan solishtirib ko'ramiz. Hop. Mana endi bu yerda zajiganyamizni rangli bo'lganini ko'ramiz. Mana tablitsaga olaylik. Mana -40 tomoni 10 gradusga, 120 tomoni 5 gradusga bo'ldi. Benzin tomoni 80 ga bo'ldi. Endi shu programmamizni Azdelka E83 uchun ham tayyorladim, Cobalt Spark. Bunda ancha moshniyroq ishlaydi, mehnati ham ko'p bo'ldi. Hop, hozir ko'rsataman. Programmamizni tanlaganimizdan keyin benzin tomon benzinoviy kartadan agar minus qilsak, o'ziga nisbatan ayriladi, ya'ni pozdniy bo'ladi. Masalan, bu -1 qilsak 0,5 ga teng bo'ladi. Bunaqa qilingandan sabab, masalan 1,5 gradus rangli pozdniy rangli qiladigan odam 3 qilsa 1,5 ga o'tadi, 4 qilsa 2 ga o'tadi. Xullas bitta shak 0,5 ga teng, 4 bo'lsa 2 ga teng bo'ladi. Bunaqa qilganimiz sababi, kimlarga kerak bo'lib qolsa, masalan 1,5, 2,5, 3,5 yoki 5,5 gradusga rangli pozdna qilish kerak bo'lib qolgan holatda ishlatish uchun. Xo'p, hozir 20 gradusga masalan pozdna qildik. Endi gaz tomonini -40 ni 10 gradusga, gaz tomon bilan gaz tomonlar necha yozilsa o'shani ko'rsatadi. Bu boriga nisbatan ayriydi. Hozir ko'rsataman buni. -40 10 gradus bo'lsin, 120 20 gradus bo'lsin, misol uchun. Xo'p, endi bunda ham demerviy achibkalarni o'chiradi, Euro 0 qiladi, Vigis EVAP achibkalarni o'chiradi и аварийный включение qiladigan biladi, juda ham ko'pchilikka zarur funksiya. Konditsioner yozda gazini sal ko'tarmasa effekt yaxshi bermaydi. Ko'targandan keyin ventilyator постоянно ishlab qoladi. Bu funksiya o'shani ventilyator ishlamaydigan qiladi, ya'ni o'zini vaqtida ishlaydi. Аварийный включение bo'lmaydi xolodigen tufayli. Xo'p, endi сохранить qilamiz. Xo'p, mana endi mana bu asl fayl. Bu bilan solishtirib ko'ramiz hozir buni. Xo'p, bizdagi bu asl faylimiz ochilyapti, ya'ni stok. Endi mana o'zgartirilgan faylimiz, programmamiz o'zgartirilgan, redaktor qilgan faylni solishtirib ko'ramiz, o'zgarishlarni ko'ramiz. Hozir solishtiryapti. Juda ham zo'r bo'ldi menimcha bu proyekt. Azdelka 83 o'ta mo'chli bo'ldi, mana
ko'rishinglar mumkin. Benzin tomonni mana 10 gradusga biz 20 qiluvdik. Eslasanglar, mana -20 qiluvdik. Bu degani o'ziga nisbatan mana 10 gradusga rangni qilib beryapti. Pozni qilib beryapti, ya'ni pozni bo'lyapti. O'ziga nisbatan 10 gradus tushyapti karta. Mana bu kartada ham xuddi shunday. Bu va bu kartalarda ham xuddi shunday. Tablisada ham ko'rishinglar mumkin. Bu benzin tomoni. Hop, endi temperatura gaz tomoniga o'tamiz. Bizda bo'lishi kerak o'zi asli mana bu yerda ko'rsatsak, mana biz 10 gradusga -40 ni 20 gradusga 120 sini qildik. Mana 10 gradus -40 bo'ldi. Endi mana 20 gradus 120 bo'ldi. Endi 120 ni ham ko'pchilikda muammo bo'ladi. Qo'yilgan qarshilik vaqt davomida charchagandan keyin yoki massa noto'g'riligini hisobiga mana bu ko'rsatkich tushib ketadi. DMRVdagi ko'rsatkich to'shna 120 yoki 115 emas, 100 ga ham tushib qoladi. Bu holatda ikkinchi rejim ishlamay qoladi. Bizni programmamiz shuni ham hisobga oladi, ya'ni 100 gradusdan tepasini xohlagan zajganini beradi. Bundan tashqari mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana xolodagentniki mana bu yerda maska qilingan mana shipkalar. Xullas, shu e'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avtoprog.uz'ni kuzatishda davom etinglar.